hammani uyda o'sib yotgan yoki hamma joyda o'sib yotgan otquloq o'simligini foydalilik xususiyatini men kitobdan o'qib beraman sizlarga. Xalq tabobatida bu o'simlikning gullari, urug'lari, barglari, ildizlari va yangi olingan suvidan foydalaniladi. Urug'larini yanchib, siydik haydiydigan, ich surishini qoldiradigan vosita tariqasida ovqatdan oldin 0,3-0,5 grammdan bir marta ichish buyuriladi. Barglari va gullaridan tayyorlangan damlamalar odamning ishtahasini ochib, jigarga, yurakka quvvat beradi. Qon ketishini to'xtatadi. Sariq kasalligi, isitma, gepatitda foyda qiladi. Otquloq o'tidan tayyorlangan damlama, qaynatma va ekstraktlarini badan terisidagi yara chaqalarga davo qilish uchun ham ishlatiladi. Ibn Sinoning fikriga qaraganda otquloq o'ti va urug'lari ichketarga davo bo'ladi. Urug'lari suv yoki musallas bilan ichilsa, ichakdagi yaralarga hamda ich surishiga davo qilishda naf beradi. Sharobga solib damlangan urug'lari siydik toshlarini maydalaydi.